Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana hozir bizda sotuvda chiqdi tayyor hovli Zaxadi Jivi. Aziz obunachilar, manzil bo'ladi Samarqand shahar Siyo bozoriga yaqin joyda joylashgan. Ekranda telefon nomerlar yozib qoldiramiz. Ko'p obunachilarimiz bizga mana shunday shinamgina xonadonlarni ko'rsating degan obunachilarimizga, aziz obunachilar, mana biz sotuvga chiqardik. Narxi $450,000 kelishadigan joyi bor. Ko'rib turganingizdek, bu tomonda 2 etajli uyimiz, bu tomonda tashqarida bitta hojatxona. Yana uyning ichkari qismlarida sanuzellar, hammom, hojatxonalar ham bor. Hozir bu tomonda ham mana xonamiz bor, podvallari bor. Bu da kirish darvozaxona qismi. Ko'rib turganingizdek, juda ham shinam xonamiz. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, ekranda yozilgan telefon raqamlari orqali biz bilan bog'lanasizlar. Bizni kuzatinglar. Hozir yana uyning ichkari tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana aziz obunachilar, oshxona qismi ko'rib turganlaringizdek juda ham keng, shinam, gazlari bor, hamma sharoitlari bor. Ko'rib turganlaringizdek mana shu oshxona qismi bo'ladi. Mana shu hovlimiz sotuvga chiqdi aziz obunachilar. Samarqand shahar Siyo bozorida joylashgan 5 sotuqli hovlimiz. Juda ham shinam. Hozir endi podvallarda podval kirish qismi mana shu yerdan bo'ladi. Podvalda juda narsalar, mana ko'rib turganlaringizdek, podvalda juda narsalar ko'pligi uchun hozir syomkaga kirmadik. Hozir tashqarisidan ko'rsatib o'taman. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirib berishadi. Narxi 450,000 deyishyapti. Kelishadigan joy bor. Yer sotig'i 5 sotiq yerda qurilgan. Juda ham shinam, xonalar 2 etaj, 5 ta hammom hojatxonasi bor. Oshxonani kengligini ko'rdinglar. Yana qolgan ma'lumotlar qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Telefon orqali aytamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.